mana urishni qaraydi, urishni. Hali oyog'imni zapravka qilmadim. Buni so'rayapti. Hali buni oldi tortgan, hali zapravka qilmagan. Buni uryapti o'sha. Assalomu alaykum. Baliqchi do'stlar, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Baliq ovlariga chiqib, katta trofeylar urib mazza qilyapsizlarmi? Tak, bugun mana baliq oviga ketyapman. Bu joyda hozir imminni shu yerdan boshlay deganim, chunki o'tgan yil ham sezonni boshlatgan mana shu joydan boshladim. Tanisalaring, mana bu joydan. Kim bu yoqlarga kelgan bo'lsa, o'zdan tanisizlar. Bugun shunaqa joydaman. Qisqasi, tak, bugun shuncha vaqt yo'q bo'lib ketdim. Xudo xolasa bugun yaxshi niyatlar qilib, anasini emsin deb mashinani to'ldirib, o'zi ham bir mana bunaqa trofey ushlashga ketyapman. Xudo xolasa yaxshi podeshkalar berib, davay deb tursan, inshaalloh ushlaymiz. Tak, shuncha vaqt yo'q bo'lib ketganim sababi, qisqasini aytsam, vaqt bo'lmadi. Vaqt bo'lsa, vaqt bo'lib baliqqa chiqqanim desa, baliq bo'lmadi. Chiqib shunaqa. Bo'ldi, mayda-chuyda bitta ikkita tam. Shunaqa rezultatlar bo'ldi. Uni to'g'risini aytsam qo'yishga uyaldim. Endi xudo xolasa, tak, sizlar like, podpiskalaring bilan yaxshi kommentariyalaringga nima deydi? Shularni ishtiyoqi bilan, shu narsalar anonsi bilan, motivatsiyasi bilan xudo xolasa yo'g'iga baliq ovini ko'paytiramiz. Bugun ukam bilanman. Assalomu alaykum, obunachilar nimaga? Qisqasi, ukam bilan uzundan uzun yaxshi video bo'ladi degan umiddaman, chunki deganda Nachovka bilan ketyapmiz. Hozir soat 4 shunaqa. Ertaga xudo xolasa soat 6 gacha daryoni bo'yida bo'lamiz. Har doim aytasizlar, tam reprom, bir bala, battar bir narsa. No, shunaqa odamlar bor, tak, shunaqa odamlar bor, даже shunaqa repromda ham, даже tog'oraga baliq solib qo'ysam tutolmaydigan odamlar bor. Shuning uchun sizlar zeriktirmay deb yoqda bu yoqda baliq ovini qo'ygan edim, qisqasi. Ras takoy dela, daryoda tutolmaysan shunaqa bunday gaplar qilganlaring uchun ana. Imminna shu anaqalar uchun, negativlar uchun bugun baliq ovini qilamiz daryo bo'yida. Tak, kimga yoqsa, обязательно o'sha gap, like, podpiska, yaxshi kommentariyalar. Keyin baliq ovimiz shu tepadagi bo'ylalarga bo'ladi, o'zim chiqazadigan bo'ylar. Yangi bo'ylar ham bor, xudo xolasa uni ham keyin sekin baliq ovida ko'rsataman. Nima deymiz, endi sekin yo'lga tushamiz. Mana shunaqa joy, yana bir marta ko'rsatyapman. Kim qatligini bilsa, videoni shartda pauzaga bosinglarda, tam kommentariyaga yozinglar. Hali gapiradigan gap ko'p, daryon bo'yiga boraverib davom etamiz. Bunaqa yo'llardamiz. Zapravkani kim taniydi? Zapravkada ketyapmiz. Daryon bo'yiga borganda обязательно davom etamiz endi. Jam mayda-chuyda kerak emas videolarni ko'paytirmakda. Tak, mana yetib keldik. Kim taniydi mana shu joylarni? Shu joydamiz, mana daryo. Daryo. Xudo xolasa rezultat bo'ladi degan umiddamiz. Tak, обязательно rezultat bo'lsa ko'rsatamiz. Videoni обязательно oxirigacha ko'ringlar. Tam shirinlik, birlik, choy poy qo'yib, oyoq tushasa, mazza qilib. Endi biz esa sekin bir dunyo narsalar ularni tushirishimiz kerak. Mashina. Qarmoqlarni ham otib qo'ydik. Bitta karpavik, qirachga yana 4 ta mayda qarmoq tayyorlayapti o'ziga. Sekin ko'raveramiz ham. Barınca katta emas. Yana ikkisi bo'lib qoldi, yoki uryaptimi buni? Ha, kelyapti, kichkina uchun.
Не, мощно нормально uradi. Ko'singa yaxshi, ani bitkini. Aka, anungacha tashlab ko'rmaganmisiz bu yerda? Kishnikni. Mana endi tashlab ko'rdik. Kishnikka? Yo'q. Texnika deganda laqaga chuvalchang unaqa nareska paraska ish tashammi? Oh, mana. Qo'shin. Qo'shin bor. Yo, birinchi otgani. Mana qo'shin. Bu kilogrammda. Mana. Mana 1 kilodan sal oshiqroq. Birinchi pochini. Sazan bor. Sazan bor. Ko'rsatmasin. Pastga tushirib qo'ying. Faqat osmonroq o'zingga qo'ying. O, mana urushni qaraydi, urushni. Hozir oyog'imni zapravka qilmadim. Buni so'rayapti. Hali buni oldin tortgan, hali zapravka qilmagan. Buni uryapti o'sha. Bu tarafdan chiqarish o'zi. O'tib olish kerak. Oh, yana. Patsak olib kel. Qistigmasin. Yonmas. Bunisi lekin yaxshi bosdi. Voyaga qarang. Ayo, bu ham shu sal kichikroq даже. No 5'in ular torch. Hopa. Şu. Standart. Yok, даже bu kichikroq. Mana. Tak. Mana. Yana bitta. Qissadan qissa shuki. Sal adrenalin ko'tarilib ketdi, ancha bo'ldi. Tak. Hozir bitta tortdi. Endi kalkulyatsiya qo'ymoqchiman, tortib ketdi. No, ha, uni chiqazib oldim, ketdi 1 kilo boshqa. Endi zapravka qilib, zapravka qilayotgan shu gaplashib. Zapravka qilamanmi desam, tars ketdi ikkinchi tor. No, katta emas, tam 7-8 gram. No, bo'ladi. Qisqasi, xudo xolasa bu safar bugun erta zo'r bo'ladigan o'xshaydi. Adrenalin shunaqa ko'tarildi. Даже tushuntira olmayman qanaqa. Men haqiqiy ovda jinolar tushunadigan umiddaman. Короче, mazza. Yana bir marta assalomu alaykum. Hormanglar do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tak. Bundan oldingi sal rasvo bo'ldi, oxirigacha olmadim, boshini oldim. Shu ovdan o'tgan safargi ovdan davom etib ketishga qaror qildik. Oradan nima desa bo'ladi, o'xshadi. Yomon bo'lgani yo'q, kloflar bo'ldi. Faqat zatsep, настроение dabdala bo'ldi. Sal neto'g'ri joyga o'tirib qoldik. Bugun xudo xolasa yaxshiroq joydamiz. Обязательно qarmoqlarni otib qo'ydik. Keyin korablikda zavod qilyapmiz. Tak, daryodamiz. Kim tanisa kommentariyaga yozinglar.
Xudo xolasa обязательно biron nima chiqsa, biron nima bo'lsa обязательно ko'rsatamiz. Yana o'sha ukam bilan. Yana o'sha mayda-chuyda narsalar. Qisqasi tomosha qilaveringlar, oyoqlaring cho'zib, shirinlik-birlik choy poylari qo'yib olib. Bundan oldingi videoda yaxshigina salom alaykum qildim degan umiddaman. Hali tak hozir kech bo'ldi. Biz kech keldik. Tong otsa yana dalsh gaplashaveramiz. Nima yangiliklar, nima eskiliklar, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Bugungi o'tgan safargi ham hammasi mana shu tepadagi boylarga bo'lgan va bo'ladi ham. Kimga kerak bo'lsa, shu Toshkent do'konlaridan, Baliqov do'konlaridan so'rab, izlab, topib ishlataverasizlar. Hech kim hali shu paytgacha nima desa bo'lar, hech kim hali shu vaqtgacha jalva qilgani yo'q. Qilmaydi ham degan umiddaman. Baliq shu vaqtgacha necha yildan beri Baliqovga qiziqib yaxshi rezultat ko'rmagan odamlar ham cho'tki rezultatlar qilib rahmat aytganlari ham juda ham ko'p bo'lgan. Так что endi nima deymiz? Baliqovimiz davom etadi. Обстоятельства bizda ham bunaqa. O'tgan safarga ovdan где-то bir 4 kundan keyin jonlarning sog' bo'lsin, paklovka bo'lsa ko'rsataman обязательно. Birinchi paklovka kechki. Bu o'sha tordi ham даже. Tortni kuchi yetmasa maydaroq buni ham bo'shatib yubordi. Udalnikka korabelga zavod qilinganida. Menga bo'shatadi. Balig'i вроде bu bor. Menimcha uzoqdaligi qanaqa baliqligini bila olmayapmiz. Anaqa o'tgan yo'q. Patsagnoch yaxshi baliqqa o'xshayapti. U yomon og'ir kelyapti. Uzoqqa ketganmi? Hamma haydaroq bunaqa. Kattamiz. Pochin. Kattamasam 1 kilodan katta, ha. Qani. Uzoqdaligi kuch yetmadi, ha. Mana baliq. Pochin bor. Berchi. Pochin bor. Pochin. Deki. Tamam basmayın. Deki 1,5 kilo bu. Mana bir kun ham o'tib ketdi. Tong otdi. Quyosh ham chiqmagan. Kechqurun umuman klub bo'lmadi. Klub bo'lmadi deganda to'g'risi shu otgandan keyin qaytib zapravka ham qilmay bir narsa qilmadi. Sekin korabelda uzoqroqqa zavod qilamiz. Kecha bitta baliq o'xshagan uzoqdan chiqdi. Xudo xolasa yaxshi ov bo'ladi degan umiddaman.
salqinroq bo'ldi. Ana rezultatimizni ko'rsataveraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ana havoya qilib. Tart o'sha tor uzoqdan ancha uzoq ketgan. O'sha torda baliq bor. Tak. Zabros qilganim yerga ketdi. 1 soat bo'ldi. O'ylanimiz bo'ldi. Klub bo'lmasa kerak deb o'yladim. Kichkina klub yo'q. Boshqa. Birinchi klub bor. Ancha uzoqdaligi, baliq yaxshi tortmadi ham, keyin qanaqa baliqligini ham bilib bo'lmayapti. Boshlanishi yomon emasga o'xshaydi. Hali oldinda telli kun bor, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Emas. 1 kiloga yaqin shunaqa baliq. Hadi ko'rmayapsan. Oh. 8-9 gram baliq. А может даже я бы не может даже быть хороший. Uzun baliq ekan. 1 kiloga yaqin. Ikkita baliq bo'ldi. Xudo xohlasa. Tak. Qissadan qissa shuki, ertalabki pochim bor. Kechish payti bitta olgan bo'lsak, hozir ertalab bitta bo'ldi. Yomon emas. Mana bitta bo'lib tursa ham normal rezultat qilsa bo'ladi. O'tgan safargi ov ham yomon bo'lgani yo'q, zatsep bo'ldi, boshqa bo'ldi, baliq chiqib ketdi ko'rsatdim. Video olgim kelmay qoldi-da keyin. O'tirdik, 5 ta donami baliq chiqdi. 10 tadan ko'p suhbat bo'ldi. Chorta dedim ketaveramiz. Shuning uchun hozir bunaqa. O'sha videoni davom etay deb yana shu joyga qaytib keldim. Faqat sal yaxshiroq joyda emas, xuddi kamroq bo'ladigan joy, adashmasam. Yaxshiroq joyda. Yaxshi bo'ladi degan umiddaman. O'sha o'zim bo'ylalarim upakovkasi qiziq bo'lsa, mana tepadagi shuni upakovkasi. Keyin yana uzunchoq bo'ylar chiqazganman. Mana bu yoqda turibdi. Uzunchoq bo'ylar nima endi nimasi udobniy, shuni tushuntirmoqchi edim. Udobniy taraf shundaki, u ipga boylanmagan, rezinkada bo'ladi. Agar mabodo rezinkasi chiqib ketsa yoki biron nima bo'lsa, ip bo'shab ketsa qayta o'tqazish sal muammoroq. Unga esa bir pachka rezinka olib qo'ysalaringiz, bir 2-3 ta sezonga yetadi. Ichida 5000 tami 10 ta bo'ladi. 2-3 ta sezonga yetadi. Har zamonda mana shu bo'ylarni rezinkasi almashtirish. Keyin sal razmeri bundan ozgina kattaroq. Yeniga 0.8 bo'lsa, uznasiga 12 mm bo'ladi o'zi. Qisqasi uni ham bir ishlatib ko'ringlar, yomon emas, adashmasam. Ishlatib keyin aytasizlar yaxshimi, yomonmi.
Keyin u rezinkasi uzilib ketyapti, rezinkasi chiqib ketyapti. U rezinka tipa как bonus bo'ladi-da. Aslida unaqa bo'yloqlar rezinka bilan sotilmaydi. Chunki rezinkani srogi bor-da uni. O'zi misol uchun sal quyoshda qolib ketsa chiriydi, boshqa qiladi. Shuning uchun обязательно agar u bo'ylarni ishlatsalaring, mana bunaqa rezinkachalar bor, banchkalarda. O'sha banchkadagi rezinkalarni ishlatinglar. Ichida даже o'sha banchkaning ichida nasadka qiladigani ham bor, qo'yadigani bor rezinkani. Shunaqa. Endi baliqovimiz davom etadi. Xudo xolasa, mana yaqin orada shu video chiqqanda, может даже chiqqan bo'lishi mumkin. Mana yemimni tayyorlayapman. Xudo xolasa. Mana shu ishlatayotgan yemimni suxoyini chiqazaman. Ishlatib ko'rasizlar. Shu vaqtgacha misol uchun 5 yil, 6 yildan beri baliqovga faqat imенно shuni ishlatyapman. Hech ana bo'lmagan. Bizdan tafakkurlik boshlandi. Hech parod qilmagan. Sizlar ham ishlatib ko'ringlar. Xudo xolasa parod qilmaydigan umiddaman. Zo'r paklik bo'ldi lekin. Shunaqa. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ertalabki klyof boshlanyaptimi bir narsa. Bitta oldik уже. Sizlar bilan gaplashib o'tiribman. Hali ikkinchisini zavod qilganim yo'q. Уже какой-то bir тычок tabiiymi. Ну qisqasi shu gap. Xudo xolasa Toshkent do'konlaridan so'raylar. Agar yo'q desa ayting, olib kelsin deylar. Shunda ular menga aytadi, men olib boraman. Kimgadir qiziq bo'lsa. Misol uchun agar bo'ylar ham qaysidir sizlar rayonlaringda bo'ylar bo'lmasa, meni kim tanisa yoki kanalimga aniq qilgan bo'lsa, silkasini tashlaylar, menga yozsin, men ularga jo'natib beraman. Kim bemalol ishlataverasizlar. Shunaqa gap. Agar mabodo yo'q, biz uzoqdamiz, biz tarafda unaqa joy yo'q deslaring, ana qaysidir do'konga berganman, o'sha do'kon Uzun marketga qo'ygan o'sha eski bo'ylalarimi. Uzun marketda ham bor. No, sal narxini baland qo'yib yubordim. Mayli, nima deymiz. Qisqasi shunaqa gap. Endi buni sekin zavod qilaydi. Bitta paklovka bo'lmoqchi bo'lib turibdi. Keyin paklovkani kutamiz. Birinchi pochindan keyin ikkinchi pochin. Xudo xolasa. Tortishni qaranglar buni tortishini. Mana ko'rsak. O, yarim kilolik baliq ham 5 kilolik baliqdek chiqadi. İkincisini tortyapti. Abdu. Buni chiqas. Bunisini tortishini qaranglar bunisi. U ilinmadimi ko'rchi? Ilinibdimi? To'xta, chiqaz unda. Qo'yib tur. Bu ilingan emas, boshqacha variant qilamiz. Orqasini sal bo'shatib yuborgin, orqada buraydiganini. Bo'ldi. Ilinibdi. Bo'lani sodiq patsakka bor. Endi tortyap desam bu ilingan ekan. Oson bu ketmasmi? Nima ilinadi? Olsangchi. Bor. Mana ertalabki ikkinchi baliq. Sal kichikroq. 700 gram. Neydi o? 700-800 gram. Üçüncü balık. Klövka. Beklemez asas koyuyor. Nasıl oturttu şimdi anlık oturttu. Boşat organ. Otur koyuyor.
Bor. Yana katta emas, bor. Мощный поклев bo'lmayapti. Shu ham 1 kilo edi. Bitta 1 kilo. 1 kilo chiqdi. 1 kiloga 8-9 kilo. Mana bunaqada uzun cho'g' balig'i. Ikki daryoni balig'i. 8-900 gramm. 1 kiloga yaqin. 1 kilo ham chiqar. Shaqar chiqib turibdi. Ertalabda merib endi 3-kilo. Soat 9 bo'lib qoldi. Kilo bunaqa tez bo'lmayapti, bo'lyapti. Tak, qanaqa kilo shuni? Unaqa qarmoqdan ham sudrab ketmayapti. Sizlarga bir mazah ko'rsata olmayapman ha. Yo'qdan ko'ra bor. Oxirida rezultat ko'rib maza qilamiz bo'lmasa. No, hali ham o'sha gap. Hali ham o'sha mana shu baliqni anaqasini tutish niyat bor. Xudo xolasa kechgacha vaqtimiz ham bor. Chiqib qoladi, yaxshi niyat qilsak. Самое главное, sizlarga ham shu maslahat, baliqqa chiqsang ham yaxshi niyat bilan chiqinglar. Обязательно o'xshaydi. Keyin обязательно mana shu tutgan bo'ylarni olib chiqsalaring, undan ham zo'r bo'ladi. Daryoda umuman hech kimda kulib yo'q, bizda bor, xudo xolasa. Слабый поклев qo'ylardi. Sizlar endi. Uzoqligiga kuch yetmayapti. Tortyapti, baliq o'tiribdi nima? Mayda. Mayda kuch yetmayapti, torta olmayapti. Maydani bilmayman qanaqa. Точно 10 kilometr. Bor. Nima? Nasıl uzoq ketgan ekanlar. Maydami? Şu standart razmer. Razmer. Главный бор. Главный бор. Почти nariga berib ketgan. Hozir zo'rg'a tortolmasdan zo'rg'a tortyapti.
Sekin bo'lib turibdi, xudoga shukr. Hunarni ko'rsatadi hozir. Vroде бы kattaroq baliqqa o'xshaydi, vroде бы. Mana kichkina baliq ham shu qidirib bo'ladi. Urmayapti. Qo'pol kelyapti. So'g'ir kelyapti. Olsa sudraydi lekin. Kichkinaroq. Qanaqa qo'pol kelyapti. Ikkita joyidan ilingan ekan-da. Juda og'ir kelyapti. Ikkita joyidan ilinib qolibdi, dumiga ham ilingan. Так все стандартный. Şu 1 kiloga yaqin. Dumiga ilingan. Mana baliq ovi ham tugadi. Bir kun vaqt daryoni bo'yida o'tkazdik. Unaqa kutilgan natija bo'lmadi-ku. Bo'ladi, nasibiga yarasha. 5 dan 6 ta oldik. Xudo xolisa hozir ko'rsataman. Unga yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa o'zlaringiz bilasizlar. Yaxshi kommentariyalar. Tak, shuni podeshga tursang, xudo xolisa keyingi baliq ovi ham uncha uzoqqa cho'zilmaydi. Hozir rezultat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsang, kattakon rahmat. Nima deymiz? Yomon charchagaman, tezroq uyga borib uxlayim keladi, to'g'risini aytsam. Ustasi, mana orasida 1 kilo, 1,5 kilolik ham bor. Adilni olib o'tirman. 1 2 3 4 5 6 keyin bir bo'laman, bir bola chiqadi. Tak, o'sha gap. Like podpiska, ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi baliq ovida ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ovga chiqib turinglar, uyda yotirgandan to'q yo'q. Sekin baliq ovini yig'ishtirib uyga ketamiz endi. Qisqasi, bir mazza o'tirib qolib yeyishga bor.